Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yana Muhammad 2013. Bugun biz endi mana hamma youtuberlarga o'xshab hamma youtuberlar o'zi koordinator bilan kirishgan va men hozir koordinatorlarni topolmaganim uchun hozir mana tip-teks yo'l ko'rasizlar. Tip-teks yo'lda o'zim mehnat qilib mana shularni qurdim, qaranglar. Tip-teks yo'l mana shularni qurdim. Ko'rasizlar? Tip-teks yo'lda mana shularni qiynalib qurdim, jigarlar. Sizlar uchun mana. Ayta bank bilan do'kon bor. Или mana bu meni uyim. Ya'ni kompotni uyi. Men aytda qanaqadir o'sha kompotni koordinatasini terib, keyin teks yo'l ochgan edim. Mana shu yerda tug'ilganimdagi yon atrofga qarasam, mana shu yerda qishloq chiqib qoldi. Keyin mayli dedimda, boshida xursand bo'ldim. Bo'tda mana shu yerda olaymi dedim. Yo'q dedimda. Hammaga mashhur va hammaga yoqadigan mana shu kompotni, ya'ni 13-qishloqni qurdim. Va mana aytga 13-qishloq deb nom qo'yganman. Mana 13-qishloq. 13-qishloq. Unisini 12-qishloq deb qo'yganman. Va endi kontentni bosamiz. Mana bu do'kon, mana bu esa bank. Video davomida uni ko'rsatamiz. Bunga jitlar kirmasligi uchun shunday qilib qo'yganman. Va yaqin orada, ya'ni bugun video chiqadi va mana o'sha Mirra uyi. Uncha umuman mod qo'shmaganman hali. Yangi Minecraft o'zining narsalari bor. Hali mod qo'shganim yo'q. Agar mod qo'shishni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Va sizlarning kommentariyalarga kirib, Telegramim yozaman. O'sha Telegramga qanaqa qilib mod o'rnatishni aytib yuborsanglar, keyin mana shu videolarimga modlarni qo'shib, mana shu Mirrimga mod qo'shib, sizlarga modlarni video qilib ko'rsatib beraman. Va o'sha modni kim menga aytganini, o'shani ism familiyasini aytib o'taman video o'rtasida. Sog' bo'linglar. Keyingi mana shunaqa kompot videolarda ko'rishguncha, bay bay do'stlar. Like bosish esingizdan chiqmasin.